Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Asaka shahridan kommunikatsiya zo'r joydan 35 ming 38 ming atrofida kottej so'ragan mijozlarimiz uchun ushbu loyihamizni taklif qilamiz. Kottejlarimizga kirish lokatsiyasi bu yerda 59-maktabdan kelganda Medkollejdan ko'chasidan o'tgandan keyin joylashgan. Ushbu loyihamizda 6 ta kottej qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda qurilib, tomlari yopilib bo'ldi. Ushbu ikkita kottejimiz qum suvoqlari bilan hamda tunika fonlari bilan birgalikda topshiriladi. Qolgan kottejlarimiz, qolgan 4 ta kottejimiz bo'lsa, shu korobka holatda, suv olmagan holatda xarid qilishingiz mumkin. Ushbu kottejlarimiz loyihalar asosida 100% pishirishda qurilmoqda, xonalari ham keng qilib qurilgan. Ushbu loyihamizda 4 ta 2 sotixlik hamda 2 ta 2,5 sotixlik uylarimiz bo'ladi. Loyihalar asosida qurilgan, 100% pishirishda hamda panoramli romlar uchun moslashtirilgan. Podval qismi ham alohida bor. Podval qismiga bo'lsa, ham uyning ichkarisidan ham tashqidan kirish qismi bor. Kirganimizda katta keng hol. Bu tarafi bu xonasi oshxona uchun mo'ljallangan. Mana podvalga tushish qismimiz. Bu yerga sanuzul qilinadi. Bu yerda ikkita yotoqxona. Bitta yotoqxonamiz panoramli rom qilingan, moslashgan. Uyimizga kirish qismidagi hol ham juda katta, mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Mebellar, yaxshi mebellarni bilan jihozlab, uyimiz juda ham mustahkam qilib qurilgan. Plitalar qo'yilgan podval qismi bilan ajratish uchun. Shift qismi ham juda ham baland. Bunaqa baland uylarga xohlagandaqa dizaynda ta'mirlab chiroyli uylar qilsa bo'ladi. Bu uyning ichidan tushish qismi podvalga keng podval qilingan. Xohlagan maqsadlarda foydalansanglar ham bo'ladi. Omborxona yoki sport zal qilib foydalansanglar ham bo'laveradi. Bu uyimiz 2,5 sotixga joylashgan. Bu yerda 3 ta mashinangiz uchun ham joy bor. Orqa tarafda bo'lsa tashqi hojatxonasi ham bor. Yozgi oshxona qilib qo'yish uchun ham joy yetarli darajada desa bo'ladi. Ushbu kottejimiz 35 ming dollar deb baholandi. Hozirgi bozor holatida juda ham yaxshi bo'lgan narx, sababi juda ham sifatli qilib qurilgan. Batafsil hamda qo'shimcha ma'lumotlar uchun Aziya Housing sotuv bo'limiga yoki quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.